mana shu grija. Mana grijani olyapmiz. Mana L4-L5 sohasidagi o'ng o'tuvchi nervni bosib yotgan grijani oldik. Mana ko'rishingiz mumkin, kattagina. Bemorimiz bizga murojaat qilib kelganda, bu yozdan beri 3 martalik davo choralarini oldilar. O'ng oyoqlarida kuchli og'riq, kuchsizlanish, tovonda yura olmaydilar. MRT tekshiruvlarini qilib ko'rganimizda L4-L5 sohasida grija sentralniy va o'ng tomonlama chiqqan edi. Operativ, ya'ni jarrohlik amaliyoti endoskopik malainvaziv. Kichik teshim orqali kirib borib turib qilinadigan lazerli operatsiyaga oldik hozir. Natijalarini operatsiyadan keyin kuzatib boringlar. O'zlaringiz ko'rasiz inshaalloh. Nerv o'tayotgan bo'lsa, tagidan chiqib ezib yotgan narsa mana shu grija. Mana grijani olyapmiz. Mana L4-L5 sohasidagi o'ng o'tuvchi nervni bosib yotgan grijani oldik. Mana ko'rishingiz mumkin, kattagina nervni ezib yotgandi. Hozir endi nerv bo'shadi, xudo xolasa. Kecha operatsiya qilib L4-L5 sohasidan o'ng tomonlama nervlarni siqib yotgan katta grijani olib tashlandi va bugun uyga chiqib ketyaptilar. Mana shu oyog'im og'rig'i bilan grijada dori litseynalar foyda bermaganligi sababli operatsiyaga rozi bo'ldim. Operatsiyadan keyin mana Xudoga shukr yaxshiman. Yuryapman. Og'riqlar yo'q. Uyga javob berishyapti. Hammasi yaxshi. Rahmat. Sog' bo'ling.